Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan xona gullari uchun eng zo'r va eng tez ta'sir qiladigan oziqalar haqida gaplashamiz. O'zi bu oziqalar haqida men sizlarga ko'p bora gapirib berganman. Bugun shu 6 ta oziqani har biri nima uchun kerak va qaysi payt ishlatish kerakligini sizlarga tushuntirib beraman. Misol uchun hozirgi paytda xona gullaringiz g'unchalab yoki gullab turgan bo'lsa, shu oziqani ko'proq ishlatishingiz kerak. Hozir men sizlarga hammasini bir boshdan tushuntirib beraman. Artefakt Sagrachem oziqalari komplekt holatida chiqqan. Komplektida 6 ta oziqa bo'ladi va bularning har birini o'zini bajaradigan ishi bor. Misol uchun xona gullarini o'stirish uchun, ildizni rivojlantirish uchun, gullatish uchun, gullarni yorqin qilish uchun, sog'lom qilish uchun yil davomida bular sizlarga hammasi kerak bo'ladi, lekin men yil davomida mana shu 3 ta oziqani ko'proq ishlataman. Mana shu oziqalar menga har doim ko'proq kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga bularning har biri nima uchun kerakligini tushuntirib beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalga ham obuna bo'linglar. Birinchi bo'lib shu 3 ta oziqadan boshlaymiz. Nima uchun kerak va qanaqa vazifani bajaradi? Aytganimda yil davomida men ko'proq shu oziqalarni ishlataman. O'zi shu oziqalar ko'proq kerak bo'ladi. Agar sizlar misol uchun bu oziqalarni donalab sotib oladigan bo'lsangiz, birinchi bo'lib shu oziqalarni sotib olinglar. Birinchisi bu Artefakt Sagrachem 325 oziqasi. Bu universal oziqa. Bu oziqaning vazifasi xona gullarini har tomonlama o'stirish, rivojlantirish. Agar sizlar misol uchun xona gullaringizni o'stirmoqchi bo'lsanglar, yangi barg, yangi shoxlarni tezroq chiqarmoqchi bo'lsanglar, bu oziqani ko'proq ishlatib turinglar. O'zi yil davomida eng ko'p kerak bo'ladigan oziqa shu universal oziqa hisoblanadi. Asosan bahorda va yozda xona gullari faol o'sish paytida bu oziqani ko'proq ishlatib turish kerak. Ikkinchisi bu Artefakt Sagrachem 1568-15 oziqasi. Bu fosforga boy oziqa. Bu oziqaning ikkita vazifasi bor. Birinchidan bu xona gullarini ildizini zo'r o'stiradi, zo'r rivojlantiradi, yangi ildizlarni zo'r chiqazadi. Ikkinchisi bu xona gullarini zo'r gullatadi. Misol uchun xona gullaringiz gullamay turgan bo'lsa, g'unchalamay turgan bo'lsa, shu oziqani bersanglar juda tez g'unchalab ketadi. Uchinchisi bu Artefakt Sagrachem 050-50 oziqasi. Juda ham zo'r oziqa, juda ham yaxshi ko'raman bu oziqani, zo'r foyda beradi. Bu oziqaning tarkibida azot bo'lmaydi, fosfor va kaliy bo'lsa juda ham ko'p. Bu oziqaning vazifasi xona gullarini tezroq g'unchalatish, tezroq gullatish va gullarni yorqin, chiroyli qilish. Chaman gullatish uchun eng zo'r oziqa. Do'stlar, videoning oxirida 3 ta asosiy oziqani qaysi payt va qanaqa xona gullari uchun ishlatish kerakligini qisqacha tushuntirib beraman. Hozir bo'lsa qolgan 3 ta oziqa haqida gaplashamiz. Nimaga kerak va qanaqa vazifani bajaradi? Bu 3 ta oziqa birinchi 3 ta oziqaga nisbatan yil davomida kamroq kerak bo'ladi, lekin bularni ham ishlatadigan juda ham muhim joylari bor. Birinchisi bu Artefakt Sagrachem 20-0-20 oziqasi, nomi Richgel. Bu oziqaning tarkibida kalsiy moddasi bor, qolganlarda kalsiy yo'q. Kalsiy har qanaqa o'simliklarni baquvvat qiladi, mustahkam qiladi va sog'lom qiladi. To'qimalarni ham baquvvat qiladi. Bu oziqa xona gullarini baquvvat va sog'lom qiladi. Faqat bu oziqani ko'p ishlatish kerak emas. Faslda 2-3 marta ishlatsanglar yetadi va bu oziqani ko'proq nimjon, yosh xona gullari uchun ishlatsanglar juda ham zo'r yordam beradi. Ikkinchisi bu xona gullarini parvarishida juda ham kerak bo'ladigan oziqa. Bu ildiz uchun ham stimulyator, ham oziqa, ozgincha suyuqroq bo'ladi. Bu faqat ildiz uchun ishlaydi. Nomi Radifex. Bu oziqani sizlar xona gullarini ildizini rivojlantirish uchun, ildizini o'stirish uchun, ildizini yangi joyga ko'niktirish uchun, ildizdagi har xil stresslarni oldini olish uchun ishlatsanglar bo'ladi. Va bu oziqani xona gullarini tuprog'ini almashtirgandan keyin xona gullaringiz yangi joyga ko'nikish uchun, yangi joyda tezroq ildizi o'sib ketishi uchun ham ishlatsanglar bo'ladi. Va bu oziqani yosh ko'chatlar uchun, yosh qalamchilar uchun ishlatsanglar ham juda ham zo'r yordam beradi. Qalamchilar tezroq ildiz chiqazadi va ildizlari tezroq katta bo'ladi. Juda ham zo'r oziqa, faqat buni ham joyda ishlatish kerak. Uchinchi oziqa ham buni ham o'zi asosiylarga qo'shsa bo'ladi. Bu xona gullarini, barglarini, gullarini yorqin, chiroyli, katta qiladigan oziqa. 15-10-50. Buni tarkibida kaliy moddasi ko'p. Kaliy moddasi har qanaqa xona gullarini, gulini yorqin, chiroyli, katta qiladi va barglarini ham juda ham chiroyli qiladi. Zo'r oziqa. Buni tarkibida magniy ham bor, temir ham bor, hamma moddalar ham bor. O'zi buni asosiylarga qo'shib qo'ysa ham bo'ladi, lekin asosiyda buni vazifasini bajaradigan oziqalar bor. Shu uchun buni o'rtaga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Artefakt Sagrachem oziqalarini sizlar ikkita yo'l bilan xarid qilsanglar ham bo'ladi, yoki buyurtma orqali yoki uzun market orqali. Buyurtma orqali olmoqchi bo'lsanglar, shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar, buyurtma berasizlar va sizlarga pochta orqali yetkazib berishadi. Faqat buyurtma orqali komplekt holatida sotiladi. Komplekti 140 ming so'm. Komplektda 6 ta oziqa bo'ladi. Bu juda ham barakali oziqalar. Bular sizlarga anchaga yetadi. Bu yerda har birida 100 grammdan
O'zi komplekt xarid qiladigan bo'lsangiz, yil davomida xonagullaringizga boshqa oziqalar kerak bo'lmaydi. Bir xil oziqalarga o'xshab bu juda ham tez tugab qolmaydi. Agar donalab olmoqchi bo'lsangiz, Uzum market orqali olasizlar. Uzumda har birini 24 ming so'mdan olsanglar bo'ladi. Endi videoning oxirida shu 3 ta asosiy oziqani qaysi xonagullar uchun qaysi payt berish kerakligini men sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. O'zi buni bitta videoda tushuntirib berish qiyin, shu uchun alohida har biriga video tayyorlaymiz. Shunda hammasini tushunish osonroq bo'ladi. Hozir qisqacha tushuntirib beraman. Birinchisi bu Artifact Sagrachem 325 oziqasini biza gullamaydigan har qanaqa xonagullariga yil davomida har 10-15 kunda bir marta bersak, shu oziqani o'zi yetadi. Misol uchun Aglaonema, Ficus, Schefflera, Monstera, Dieffenbacherlarga shu oziqani berasizlar. Va barglarni yorqin chiroyli qilish uchun bir oyda bir marta 0.50 ni bersanglar juda ham zo'r bo'ladi. Do'stlar, o'zi bugun xudo xolasa mana shu video bilan bir xil kunda chiqish kerak. Telegram kanalimizda biza xonagullarni o'stirish uchun mavzu qilishimiz kerak va o'shanda shu oziqani batafsil qanaqa ishlatish, yil davomida ishlatish jadvallarigacha xudo xolasa yozib beramiz. Hozir shu videoni ko'rib o'rib Telegram kanalimizga kiringlar. Menimcha xudo xolasa shu mavzu chiqqan bo'lishi kerak. Bu oziqani biza gullaydigan xonagullariga beramiz. Gullaydigan xonagullarini guli yo'q paytda biza shu oziqani ishlatamiz. Guli bor paytda shu oziqani beramiz. 0.50 ni. Guli bor paytda bu oziqani bermaylar. Mana mana shu ikkita oziqani guli bor paytda bersanglar bo'ladi. 2 marta 0.50 ni berasizlar va bir marta 15-68-15 ni berasizlar. Har 10-15 kunda bir marta bersanglar yetadi. Do'stlar, o'zi xudo xolasa bu haqida alohida mavzu qilamiz. Shunda men sizlarga batafsil tushuntirib beraman.